Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun siz bilan ayollarimiz haqida gaplashamiz. Hurmatli ayollar, bugungi mavzuyimiz bachadon ichki vositasi, ya'ni spiral qo'yish. Homiladorlikdan saqlanish turlaridan biri spiral qo'yish hisoblanadi. Ma'lumki, siz bilasiz, spiral qo'yish bu bachadonning bo'shlig'iga qo'yiladigan jarayondir. Spiral qo'yish uchun ko'rsatma va qarshi ko'rsatmalar mavjud. Spiral qo'yish uchun ko'rsatmalardan bittasi bu tug'ruqdan keyin eng optimal davr 37-40 kun hisoblanadi. Bundan tashqari hayzning 2 va 3 kunlari spiral qo'yiladi. Yana bir ko'rsatmadan bittasi kesircha kesish amaliyotini o'tkazgan ayollarimizda eng optimal muddat 3 oydan 6 oygacha hisoblanadi. Chunki bu jarayonda bachadonda jarohat bo'lib, u jarohatni bitish jarayoni 6 oy davomida o'tishi kerak. Endi spiral o'rnatish uchun yana qarshi ko'rsatmalar mavjud. Qarshi ko'rsatmalarga bachadondagi barcha yallig'lanish kasalliklari qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Endi spiral qo'yish texnikasiga kelsak, spiral qo'yish texnikasi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Ya'ni spiral qo'yish uchun bachadon ichki vositasi, ya'ni spiral o'z nomi bilan bachadon bo'shlig'iga o'rnatiladigan jarayon hisoblanadi va u o'zining alohida muhim ahamiyatga ega qismlari bor. Spiral qo'yishdan avval bachadonning holatini qay tarzda bo'lganligini aniqlab olish lozim. Ma'lumki, bachadon tanasi yo old tomonga qayrilgan bo'ladi yoki orqa tomonga qayrilgan bo'ladi. Meditsina tilida bu antifleksiya yoki retrofleksiya deb aytiladi. Shuning uchun spiral o'rnatish uchun bachadonning holatini spiral qo'yishdan avval UZIda ko'rib olinadi, aniqlab olinadi, so'ng spiral o'rnatiladi. Spiral o'rnatilgandan so'ng yana UZIda ko'rib olinadi. Bu bizga nima beradi? Bu spiralni o'rnatgandan keyin bo'ladigan asoratlarni erta barvaqt aniqlash imkonini beradi. Ya'ni spiral o'rnatilgandan so'ng shunaqa asoratlar kuzatiladi. Spiral bachadon devoridan teshib o'tib, siydik qopiga o'sib kirishi mumkin yoki bachadonning orqa devoridan teshib o'tib, ichakka kirib o'tishi mumkin yoki bachadon tanasini devorini teshib o'tib, qorin bo'shlig'iga ketib qolishi mumkin. Shu asoratlarni barvaqt vaqtida aniqlash maqsadida albatta spiral qo'yishdan avval UZI diagnostikasidan o'tish talab qilinadi. Dr. Family klinikasida bunday jarayon, spiralni o'rnatishning bunday jarayoni yo'lga qo'yilgan. Ya'ni Dr. Family klinikasida akusher-ginekolog tomonidan, UZIst tomonidan avval bachadon tanasini holati aniqlab olinadi, so'ng spiral qo'yiladi va spiraldan keyin ham UZI tekshiruvidan o'tkaziladi. O'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, ko'rsatilgan telefon raqamlariga murojaat qiling. Har qanday savollaringizga imkon darajasida javob berishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugun siz bilan vrach-ginekolog, UZIst Nargiza Azizova bo'ldi.